Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ulug'bek Pardayev va bugungi video roligimizda sizlar bilan qanday qilib Amerikan nomer yoki любой bitta virtual nomer bilan biz mana bu yerdagi nomer tasdiqlashni ko'rib chiqamiz va bu bilan biz preview qo'yishimizga, jonli efir qilishimiz va videolarni 15 daqiqadan oshishiga yordamlashamiz va buni ko'pchilik tasdiqlashda noqulayliklar tug'diradi. Misol uchun O'zbekistondagi ko'pchilik kompaniyalarni bu qabul qilmaydi, faqat Beeline qabul qiladi va Beeline ham 2 marta qabul qiladi. Va boshqa kompaniyaning foydalanuvchilari bu yerda tasdiqlay olmaydi. Shuning uchun ham ularda shunaqa muammolar yuzaga kelib chiqadi va buni biz bugun yechimini qilamiz va to'ppa-to'g'ri qanaqa qilishini birgalikda ko'rsatib beraman. Hammasini birdan pul solgunicha. Xo'p, birinchi ochratda undan oldin mening Telegram kanalim bor. Telegram kanal mana shu YouTube kanalining bio qismiga o'tsanglar, Telegram kanal turibdi. Shuna o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Hozirgi vaqtda shuna o'tib obuna qo'ysanglar juda ham katta xursand bo'lgan bo'lardim. Foydali ma'lumotlar, juda ham kerakli bo'lgan instrument hamma narsa tashlab boriladi. Xo'sh. Undan keyin biz nima qilamiz? Albatta, men o'sha Telegramga o'tgandan keyin sizlarga bitta bot tashlayman. Botga o'tib ishlash usulini men sizlarga hozir ko'rsataman. Mana yerda tashab qo'yaman. Xo'p, Goldus SMM bot. Bu botni men sizlarga hozir qanaqa ishlatishni birgalikda ko'rsataman. Bot kirgandan keyin top-toza bo'ladi. Men ko'p narsalar yozishganman. Bu yerga start degani bor. Mana start deb yozamiz и enter. И все. Goldus SMM botga xush kelibsiz. Endi qaranglar, bu yerda xizmatlar bor. Ya'ni xizmatlar har xil, masalan, like, nakrutka, mana YouTube uchun, Instagram, TikTok uchun. Biz uchun bu hozircha ahamiyatsiz. Bizga bu kerak emas. Bizga nomer olish kerak. Mana bu ustiga bosasizlar. Xo'p, bu yerda qanday raqam sotib olmoqchisiz? Biz Telegram emas, Telegramda tayyor akkauntlar emas, nomer olishga bosamiz. Eslatma, nomerlardan sizlar 2 marta foydalanishingiz mumkin. Masalan, bitta nomerga sizlar nomerlaring vazifasini berilgan o'sha bitta tasdiqlangan yana bitta nomer bemalol tasdiqlab olaverasizlar. Hech bitta nomerni ikkita qo'yon, bitta o'q bilan ikki qo'yon urgandayda, shunaqaroq. Xo'p, endi biz esa qaysi nomer? Misol uchun keyinlar Gonkong olib ko'rsataman sizlarga, mana Gonkong. Xo'p, bosgandan keyin mana narxlar ko'rishingiz mumkin. Har xil mana kontakt, Facebook, bizga esa Google kerak. Sizlar Google deb bosasizlar mana yerda, Google mana. Ustiga bossalang mana hisobingizda mablag' yetarli emas. Xo'sh, endi buni qanday to'ldiramiz? Birinchi ochratda biz yana mana startga bosib olamiz. Mana bu yerdan hisobni to'ldirishga bosamiz. Undan keyin mana tanlaysizlar turini. Xumomi, klikmi, paymeymi? Misol men paymeyni tanlayman, chunki menda paymey bor. Xo'p, misol uchun pul to'ldirayman, men 5000 so'm to'ldirib qo'yaman mana. 5000 ga bosaman. Xo'p, to'lov kartasi mana shunga to'lov qilasizlar и mana bunga bosmaysizlar, kutib turasizlar. Ozroq vaqtdan keyin o'zi avtomatik ravishda sizlar to'lovlaringizni tasdiqlaydi. 5000 dan ortiq tashamaylar, mana 5500 so'm tashab qo'ymaylar. 5000 rovna tashlaylik. Komissiyasi bilan 5020 so'm, 30 so'm bo'ladi. 5000 o'tadi. Xo'p, hozir men mana do'stlar, bizning hisobimizga 5000 so'm pul kelib tushdi. Endi biz buni o'sha nomer olish uchun ishlatamiz. Xo'p, endi biz bu yerdan yana start beramiz. Endi xizmatlar, nomer olishga bosamiz. Bu yerdan nomer olishga yana bosamiz. Davlatlar topilmoqda. Mana bu yerdan misol Gonkong tanlaymiz. Xo'p, Gonkongdan Google'ni tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ng mana bizga nomer berdi. Bu nomerga operatsiya qilamiz. O'sha tasdiqlovchi bo'lmoqchi bo'lgan akkauntimizga kiramiz. Verify phone numberga bosamiz va bu yerdan misol Gonkongni tanlaymiz mana yerdan. Gonkong. Topdim do'stlar, mana Hong Kong. Xo'p, bu yerga esa o'sha biz nomer olgan nomerimizni tashlaymiz. Next ga bosamiz. Mana bizning nomerimizga 6 ta mana xonali kod ketdi. E'tibor beryapsizlarmi? Endi biz o'sha botga qaytamiz mana. Ismini solishga bosamiz. Bizga mana shunday deydi. Biz OK deb bosib, yana bosamiz. Mana shuni bosaveramiz. Bir 3-4 martada ko'rishimiz. Endi hozir kutib boslangan bo'ladi. Misol men mana tez bosdim. Mana bizda kod 944 669. Chiqamiz. 944 va 600 mana ustiga bossam bo'lar ekan. Bosib bitta tashib, submit. Mana bizning hisobimiz, raqamimiz tasdiqlandi. Bitta qaytamiz ortga, o'tamiz mana nomerlarni tasdiqlangan do'stlar. Agar do'stlar sizlarda shu bot bo'yicha qandaydir muammolar, ya'ni nimadirda savollar tug'ilsa, mana sizlarga ko'rsataman. Start mana TTV'ni qo'llab-quvvatlash, поддержка bor. Поддержкаning ustiga bosasizlar mana. Kanal, muhokama, spamlar, mana spam olib qo'ygan bo'lsa, mana botga yozasiz.
admin bo'lsa, admin mana adminni supportiga yozasiz, qo'llab qolib mana shu yerga yozasiz. Salom do'stim, men shunaqa bo'lyapti deb. Yoki yangiliklar o'sha kanallarni kuzatib borsanglar ham bo'ladi. Hammaga rahmat do'stlar. Xuddi mana shunaqa nomerlar tashlab olaverasizlar. Botni name, ya'ni nomini meni Telegram kanalimdan olasizlar. Telegram kanalimga o'tib choq etib obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar do'stlar.